Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi xodimlari hamkorligida mamlakatimizda kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish, uyushgan jinoyatchilik va giyohvandlik vositalari savdosiga qarshi joriy yilning 20-yanvaridan boshlab o'tkazilayotgan keng ko'lamli tezkor qidiruv tadbirlari davom etmoqda. Jumladan, Andijon shahri va Oltinko'l tumanida yashovchi 1995, 1998, 2002 yillarda tug'ilgan 3 nafar shaxs kriptoaktivlar bilan shug'ullanuvchi Andijon tumanida istiqomat qiluvchi 2004-yilda tug'ilgan fuqaroni avtomashinaga majburlab o'tkazib, unga o'zlarini go'yoki huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sifatida tanishtirishadi. So'ngra jinoiy guruh a'zolar tovlamachilik yo'li bilan uning 100 ming AQSh dollari miqdoridagi kriptovalyutalarni o'zlashtirib olib, evaziga unga 160 ming qalbaki AQSh dollari berishadi. O'tkazilgan tezkor tadbirda soxta xodimlar qo'lga olinib, ularning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Hozirda holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va 176-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Surxondaryo viloyatida kuzatilgan holatda esa fuqaromizni kechiktirilmas holatda videolarni tekshirish harakatini amalga oshirmoqdamiz. Denov shahrida yashovchi 1993-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs Dushanbe shahrida istiqomat qiluvchi 1993-yilda tug'ilgan Tojikiston Respublikasi fuqarosini noqonuniy ravishda ushlab turgan. Aniqlanishicha, denovlik shaxs Dushanbe shahrida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan tanishiga 11 ming AQSh dollari bergan va garov sifatida uning sherigini Denov shahrida olib qolgan. Pullar o'z vaqtida qaytarilmaganidan so'ng mazkur Tojikiston fuqarosini tutqunlikda ushlab, turli xil qiynoqlarga solib, unga og'ir darajada tan jarohati yetkazgan. Ko'kargan joylarni joyiga qaytarish uchun ishlatilgan tibbiy vosita. Hozirda denovlik zo'ravonga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Xorazm viloyatida ham o'zlaridan ko'cha yasab olib, o'zgalarga zo'ravonlik qilgan shaxslar ushlandi. Jumladan, Urganch va Xiva shaharlarida hamda Bog'ot tumanida yashovchi 1991, 1996 va 1997-yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro o'z hududlarida ko'cha yechimiga aralashib jinoyatlar sodir qilib kelishgan. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ularning har biriga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Viloyatning Yangiariq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1965-yilda tug'ilgan shaxs o'zining yashash xonadonida qimor o'yinlari tashkil qilganligi ma'lum bo'lib, ushbu xonadonda qimor o'ynayotgan 5 nafar shaxsdan jami 32 million so'm va o'yin qartalari olindi. Endilikda ular qonun oldida javob berishadi. Narko jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda kundan kechirish davomida holat ko'zidan yashayapti. Mana shu xonadonga kirganda to'g'ri navesida hamda tom qismida mavjud. Ushbu narsa o'simligini tegishli tartibda hujjatlashtirib olamiz. 1950-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro o'zining yashash xonadonida kelgusida sotish maqsadida 20 kilogramm 400 gramm marixuana giyohvandlik vositasini saqlab kelayotganligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Inson qadri ulug'lanayotgan yurtimizda har bir shaxsning huquq va erkinliklari qonun bilan kafolatlanadi va unga nisbatan hech kimning kuch ishlatib